Mana men fan doktoriman. Professorman. Hozirgacha olgan rasmiy diplomlarim 11 ta. Universitet diplomi, dotsentlik diplomi, fan nomzodi diplom, fan doktori diplom, professor diplom, Malayziyaning diplomi, Angliyaning diplomi. Bu mana sertifikatlardan tashqari, sertifikatlar bo'yin baravari bo'lsa kerak. Lekin bilib qo'ying. Shuning ichida men uchun eng qadrli hujjat bu nikoh qaydnomasi. Ming afsus. Yaqinda shu nikoh qaydnomasini chiroyli qilib ramkaga osib qo'yaman desam, shunaqa ko'rimsiz blanka ekan. Men davlatga iltimos qilmoqchiman, adliyaga. Nimaga nikoh shahodatnomasini chetlarini tillodan qilib, zarlik qilib chiqarmaydi? Da ko'rsang maza qiladigan. Yoqadimi sizlarga shunaqa qilsa? Chiroyli chetlari zarhal bilan yozilgan. Nimaga pulli qog'ozidagi sifatli qog'ozga qilinmaydi? Nimaga u ramkaga solinib spalniyaga qo'yilmaydi? Mayli, uni odamlar kuladi ustingizdan agar har joyga bu ko'z yo'q, spalniyaga kirsa, uni qadrli qilib sal balandga qo'yish kerakmi? Nikoh baland turish kerakmi? Qadrlimi? Yo'q, biz olamiz, buklab olamiz-da shuni tashlab yuboramiz. 40 yil yashaydi, 50 yil yashaydi, birom ochib qaralmaydi.